Navbatdagi fayzli xonadonimizga Portage kompaniyasini 330 avtomatikasini o'rnatib berdik. Ko'rib turganingizdek, darvoza ichkariga ochiladi. Darvoza ichkariga ochiladigan bo'lsa, uстановка juda murakkab hisoblanadi. Uстановка jarayonlarida devorlar o'yilishi ham mumkin bo'ladi, sabab kolonnalar juda qalin qo'yilgan. Avtomatikani qotirish belgilangan nuqtalarini to'g'ri tanlash, avtomatika ochilish gradiuslari ideal ishlashi uchun devorlar o'yilishi ham mumkin bo'ladi. Avtomatikamiz ishlashi juda ideal ishlayapti, juda chiroyli chiqqan ishimiz, mustahkam va avtomatika plavniy ochilib yopilyapti. Skorsini sredniy 50% ga qo'yib qo'yganmiz. Uy egalari belgilagan mana shu skors yoqdi. Mana shu 50% skorsida ochish, yopish, 5 so'mga ishlashi. Lampani ichkariga qo'yib berganmiz. Nimagaki, darvoza ichkariga ochilganda, ichkarida ochilayotgan komandani ichkaridagi odamlar bilishi uchun. Avtomatikamizni prepyatsiya funksiyasi, mana bu funksiyasi rejim kalitkasi. Rejim kalitka korobkada, mashinadan korobkali narsalar olayotganingizda ikkala tabaqani bezovta qilmaysizda, bitta tarafini 45 gradus oddiy kalitka hisobida ochib, yopib kirib ketishingiz mumkin.